Assalomu alaykum o'rtoqlar, yana bir bor yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bizda syomka jarayon avjida. Bu rolida xullas men Dilmurod degan yigit deb aytgandim, o'ylayman. Shamshod degan yigitni xullas hayotini buzarar ekanman. Ishlarini xullas anaqa odam bo'ladi-ku. Birovlarni erishgan narsasiga ko'zalatirib, uni shantaj yo'llari bilan o'ziniki qilib oladigan odamlar bo'ladiki, xuddi shunaqa obraz. Unga sherik bo'ladi Jamshid degan yigit. Jamshid aka, siz ham bugun rekdasiz, tak что kuzatinglar. Jamshid aka bilan birgalikda Shamshod akani xonavayron qilamiz. Salbiy rol ekan. Umid qilaman, nima yomon ko'rib qolmaysizlar. Salbiy rollarga chiqqanim uchun. O'zim yaxshi ko'raman lekin salbiy rollarni. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Duoda bo'lib turinglar.